Ye, Ravshan o'rtog'imi bloger? To'xta. Ravshan, Uzumsan? ko'rganimiz zo'r bo'ldi desan og'ayni. Sen ham xalq tanigan katta blogersan. Iltimos bor edi. Sinimizda ozgina mazasi yo'q edi. Shunga katta raqam qo'yib yordam qilsang-chi. Bo'ldi o'rtoq. Xizmat pulli bo'ladi. Bitta post qo'yishim 3000 dollar. 3000 bersam 100 million, 200 million tushammikin? Aha, o'rtoq tushadi. Undan ham ko'p tushadi. Rostdanmi? Zo'ru, ber. Yo'q, bo'ldi. Qanga qara? Shuncha puling bor ekan. Xalqqa aldamasdan seningga bersang bo'lmaydimi? Seningga o'zi shundaqa mahalladan yig'ilib turib, yordam berib turibmiz o'zimizni. Sanlarni bir marta ham ko'rmadim, seningdan xabar olgani borganlaringni. Salladagi soxta boylarni deb xalq haqiqiy muhtojga ishonmay qo'ydi. Deb qo'yib bermayman hech qanaqa post-mostlaringni. Bu ham taniqli bloger bo'lib, o'zini oladigan bo'lib ketibdi, ha? Burni ko'tarilib ketibdi buni ham. Boshingda qolsin, postingni ham o'zingni ham.